Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham Andijon viloyati Bo'ston tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Bu yetimizga 3 ta krashinni eshik qo'yib berdik. Bularimizni kvadratlarini 1.200.000 so'mdan qo'yib berdik. Xudo xolasa dilalik. Yopig'idan zamovlari toza original zamovlar qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal, chiroyli holatda olib kelib o'rnatib berdik. Uchalasini 8 millionga olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin, orqa oldilari hamma yo'g'ini o'ta go'zal, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. 4 ta mashinalarni qo'ydik. Zamovlari toza original zamovlardan ishlashlari behijolat, bemalol garantiyalar beramiz. Eshiklarimizga 10 yildan 15 yilgacha garantiyalar beramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Tepa ko'rinishlari hamma yo'q o'ta go'zal, chiroyli holatda olib kelib o'rnatdik. Bunimiz eshiklarini mana go'zal, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Murojaat qilib bemalol o'zimizga aytsanglar borib o'lchab qo'yib berishlari besplatniy. Kvadratini 1.200.000 so'mdan hamma yo'g'i ichida olib kelib o'rnatib berdik. Bundan tashqari qolgan fasonlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 94 332 11 66.